Endi mana shu korobka to'la yegulik sizlar bilan birgalikda raspakowkachilik qilamiz. Bizga uz chef Koreyadan ajoyib sovg'alar keldi. Bularning profilida tekindan-tekin retseptlardan tortib Koreya hayoti haqida hamma narsani topsanglar bo'ladi. O'zingizlar kirib profillariga tekshirib ko'ringlar, juda ham ajoyib retseptlarni qo'yadilar va o'zlari tayyorlab. O'tgan safar storiyamga qo'ydim. Yozinglar menga ham birorta mazali narsa tayyorlab jo'natsin, aytinglar degandim. Obunachilarim ularga nariga birorta shirinlik qilib bering deb yozishgan ekan. Shuning uchun o'z chef Koreya menga har xil narsalar pishirib jo'natib yuboribdi. Qani ko'ramiz ichida nimalar bor ekan. Qani bismillah. Ich to'la. Oh my god. Dahshat mukbang qiladigan narsalar bor ekan. Xo'p, birinchi bo'lib mendan boshlaymiz. O'zlari tayyorlagan vareniya. Oh my god. Bu adashmasam anaqadan noktanmi tayyorlangan. Yeb ko'ramiz. Yana bitta bor ekan. Mana shirinlikni qaranglar. Bu nima ekan? Cheesecake mi? Uy, yegim kelib ketdi. Cheesecake'ga o'xshayapti, bismillah. Baraka. Wow. Wow. Buni retseptini profillarga kirib topsanglar bo'ladi. Buni qachon bor ekan? Bu ham cheesecake ustida shokolad. Bu qaranglar. Oh my god. Alohida mukbang qilamiz. Alohida mezza qilib yeyman lekin. Buning ichida tovuq ham bor ekan. Tovuq pishirib jo'natib yuboribdi. Qo'yil. Wow. Bugungi ujinimiz tovuq bo'lar ekan. Bismillah. Вообще жарко. Halvası yani bak. Halvası ama o'zi tayyorlagan kolbasa. Uy sharoitida tayyorlangan kolbasani yegim kelyapti deb aytdim. Ochib alohida mukbang qilamiz. Bitta katta korobka bor ekan. Buning ichida nima bor ekan qani? Nima bu? Kofeni ta'mi kelyapti. Nima? Wow. İçiga krem qo'shilgan. Yeb ko'ramiz. Bismillah. Gap yo'q ekan. Va so'zlar pishirar ekan. Koreyada shunaqa narsalarni ichiga juda ham ko'p krem qo'shadi. Bu normal ekan. O'zlari uyda tayyorlagan bo'lsa kerak. Wow. Krem yanmaz ekan. Qo'y. Erkak kishi o'zlab narsalarni zo'r pishiradi bilsam. Bularni keyingi videoda birgalikda mukbang qilamiz.